Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradar kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyoda 1 milliard atrofida odam grippga chalinadi. Shundan 3 milliondan 5 million nafargacha kishida virus og'ir kechar ekan. Kuz-qish mavsumida shamollash va gripp kasalliklari ko'payishiga duch kelamiz. Yilning bu faslida sog'lig'imizga alohida e'tibor qaratish va immun tizimini eng yaxshi holatda saqlash ayniqsa muhim hisoblanadi. Bugun ayni mavzuda suhbatlashamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif qilganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Nurmat Otabekov, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari. Rustam Ikromov, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi boshqarma boshlig'i. Dilfuza Hikmatova, Toshkent shahar Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi bo'lim boshlig'i hamda Dilfuza Rasulova, Toshkent shahar Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari. Hurmatli ekspertlar, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun ushbu dolzarb mavzu yuzasidan fikrlashamiz. Bergan tavsiyalar albatta yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Gripp va shamollash davrida immunitetni mustahkamlash, immun tizimini mustahkamlash va mana shunday kasallikka chalinmaslik uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Dastlab Nurmat aka, shu haqida sizning fikr mulohazalaringizni eshitsak, marhamat. Tibbiyotda shunday bir jumla borki, biz uni juda ham ko'p ishlatamiz va muloqotimizda ham juda ham ko'p bu jumladan foydalanamiz. Kasallikka moyillik. Moyillik deganda biz o'sha kasallikka chalinish imkoniyati, kasallanish ehtimolini borligi va kasallikni yuqtirib olsa o'zida kasallikni deylik og'irroq kechirish ehtimolini borligini biz moyillik deymiz. Albatta moyillik haqida gapirganimizda biz ko'pincha asosiy urg'u beradigan bir jihatimiz organizmni immunitet darajasi. Demak, immunitet darajasi deyilgan paytda uni nechog'lik turg'un immunitetga ega ekanligini, qolaversa o'sha kasallikdan himoya qila oladigan darajada immunitet bormi yo yo'qmi degan savolga aniqlik kiritishga to'g'ri keladi. O'zi immunitet nima? Immunitet bu o'sha organizmni har xil mikroorganizmlar, bular bakteriyalar bo'lsin, viruslar bo'lsin, zamruqlar bo'lsin, ularni organizmga kiritmaslik uchun shakllangan himoya qo'rg'oni deb qarasak bo'ladi. Endi immunitet qanday turlarga bo'linadi? U tabiiy bo'lishi mumkin va orttirilgan immunitet. Tabiiy immunitet bu ba'zi bir kasalliklarga biz umuman insoniyat chalinmaydi. Tug'ilganimizdan to umrimizning oxirigacha u kasalliklarga biz hech qanaqa moyillikni sezmaymiz. Bular tabiiy hosil bo'ladigan immunitetlar. Ba'zan bu kabi immunitetni biz ona qornida rivojlanish paytida onadan olish orqali ham qandaydir tabiiy immunitetlar shakllanadi. Keyinchalik orttirilgan immunitet bu kasallanish tufayli yoki bo'lmasa o'sha kasallik o'chog'ida bo'lish tufayli yoki bo'lmasa kasallikka qarshi maxsus emlash vositalarini olish orqali yuzaga keltiriladigan immun tizimi. Demak, immun tizimimiz barqaror ekan, biz uni barqaror ushlay bilar ekanmiz, demak u yoki bu kasallikka chalinish ehtimolimiz kamayadi. Kimdaki agar immunitet tizimi tarangligi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, baquvvat bo'ladigan bo'lsa, demak o'tkir respirator kasalliklari, gripp va shunga o'xshagan kasalliklar avj olish pallasida ham hammani kasallanganiga guvoh bo'lmaymiz. Mana hozirgina o'zingiz bir statistik raqamga e'tibor qaratingiz. Dunyoda bir yilda 1 milliardga yaqin odam kasallanadi, 3-5 million aholida kasallik og'irroq kechadi. Demak, agar dunyo aholisini biz 8 milliard deb hisoblaydigan bo'lsak, har 8 tadan bittasi bu kasallikka chalinishi ehtimoli bo'lgan bir paytda juda kam miqdordagina aholi kasallikni og'ir kechiradi. Endi og'ir kechiradigan toifalar kimlar bo'lishi mumkin? Og'ir kechiradigan toifalar birinchidan bolalar, hali immunitet tarangligi to'liq shakllanib bo'lmagan, yoki bo'lmasa yoshi ulug' odamlar. Demak, mavjud immunitet u yoki bu surunkali kasalliklar tufayli bir muncha susaygan, qarichilik tufayli yoki bo'lmasa surunkali buyrak, jigar xastaliklari tufayli, yurak, qon tomir tizimi kasalliklari tufayli immunitet to'liq barqaror ishlay olmaydigan organizmlarda kasallik birmuncha og'ir kechishi mumkin bo'ladi. Biz avvalo immun tizimini, demak, onalik paytidayoq, o'sha chaqaloqda tug'ilish paytidayoq, demak, katta e'tibor qaratishimiz kerak. Rustam aka, sizning qanday fikrlaringiz bor? Bugun biz immun tizimini mustahkamlash uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak va albatta
gripp va shamollash davrida e'tibor qaratilgan jihatlarimiz nimalardan iborat? Chiniqtirilgan organizmda va yetarli darajada tashqaridan organizm talab qiladigan shu turli vitaminlar va mikroelementlarga boy bo'lgan oziq-ovqatni qabul qilayotgan demak organizmda aynan hozir aytib o'tgan immun tizimni to'la shakllanishi va to'la kuch bilan ishlashiga sharoit yaratilgan hisoblanadi. Shu sababli ham ushbu kasalliklarni avj olgan paytida o'zini himoya qilish maqsadida, organizmni chiniqtirish maqsadida ko'proq shu to'g'ri ovqatlanishga, sifatli ovqatlanishga, bundan tashqari badantarbiya mashg'ulotlari va tanani shaxsiy gigiyena va umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda o'zini demak tartib qoidalarini saqlab borishi bu immun tizimini yetarli darajadagi faoliyatini ta'minlab beradi. Shu sababli ham biz ko'proq e'tibor qaratayotgan narsamiz oxirgi paytlarda shu ona ko'krak suti bilan bolalarni parvarish qilishiga yoki o'sha kichik yoshdagi bolalarni o'ziga yengil hazm bo'ladigan va vitamin va to'yimli jihatdan yetarli darajadagi ovqatlanish quvvatini beradigan oziq-ovqatlar bilan iste'mol qilinishi, ularni turli xil yarim tayyor va sintetik moddalar qo'shilgan ovqatlardan uzoqroq tutish kabi tadbirlar tizimli ravishda davom ettirilib kelyaptiki, bu ishlarning barchasi biz aytayotgan shu immun tizimni faoliyatini yaxshilanishiga va kerak bo'lsa o'sha kasallik chaqiruvchi qo'zg'atuvchilar tanaga tushgandan keyin unga qarshi javob reaksiyasini ertaroq uyg'onishiga va kuchliroq nisbatan qarshilikni yuzaga keltirishiga demak yordam beradigan vosita hisoblanadi. Masalani bir jihati bor. Masalan, immunitet organizmda bor. Biz qandaydir darajada o'sha kasallikka moyilligimiz aynan immunitetimiz hisobidan birmuncha kamayadi. Lekin shunday bir hayotimizda omillar borki, u aynan immunitet, mavjud immunitet holatini tanqisligiga olib keladigan holatlar. Demak, bu jismoniy zo'riqish, ruhiy zo'riqish holatlari, to'g'ri ovqatlanmaslik, noto'g'ri uxlash, hatto dam olish paytini ham yetarli miqdorda bo'lmasligi, to'yimlik ovqatlanmasligi, iste'mol qilayotgan mahsulotlarida suyuqliklarni, har xil mikroelementlarni, vitaminlarni yetarli bo'lmasligi, qo'yingki sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligi, har xil aytaylik illatlarni, har xil salbiy odatlarni mavjudligi, chakishga, ichkilikka bir ishqibozlikni mavjudligi, jismoniy faollikka aytaylik e'tiborni pastligi, ortiqcha vaznni mavjudligi. Qo'yingki mana shularning barchasi ana shu mavjud biz qandaydir darajada orttirgan yoki bo'lmasa tug'ma hosil bo'lgan immunitetlarimizni susayishiga, bevosita uni tarangligini pasayishiga, qolaversa kasallikka moyillikni shakllanishiga olib keladigan bir jihatlar. Shuning uchun aynan mana shunaqa paytda biz nafaqat ovqatlanishimizni, dam olishimizni, balki kiyinish odatimizga ham bir e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar biz yupun kiyinsak, shamollashga moyillik shakllantirsak, sovqotib qoladigan bo'lsak, yoki bo'lmasa o'sha vaqtida yo'qotilgan suvlarni o'rnini bosadigan suyuqliklarni iste'mol qilmaydigan bo'lsak, albatta biz kasallikni rivojlanishiga zamin yaratib beramiz. Tabiiy bunaqa holatda kasallik paydo bo'lishi mumkin. Demak, kun tartibimizni biz to'g'ri yo'lga qo'yib olishimiz kerak. Faqat to'g'ri ovqatlanish bilan bo'lmaydi. Turli xil odatlardan voz kechish kerak bo'ladi. Masalan, chekishdan yoki boshqa sog'lom turmush tarzi, sog'lom harakat, oilada sog'lom muhitda agar biz kirita olsak, demak bunday kasalliklar albatta bizga yaqin yo'lamaydi. Ya'ni xalqimizda shunday gap bor, kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzal. Albatta mana shunday kasal bo'lishni hech kim xohlamaydi, lekin mana qo'yilgan, mana shifokorlarimiz berayotgan tavsiyalarga biz har birimiz amal qilishimiz shart va lozim. Gripp va boshqa o'tkir respirator virusli infeksiyalar tarqalishi bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan. Bunga sabab nima? Bu infeksiyani tez tarqalishining asosiy sabablaridan biri havo orqali yuqishi, ya'ni o'sha kasallangan insonni jamiyatga tez qo'shilib ketishi. Ya'ni o'sha o'zini tezda sog'aytirish choralarini ko'rmasdan turib, o'sha inkubatsion davrda ko'chada tarqatuvchi bo'lishi xavfli hisoblanadi. Umuman o'zi virus qanday yuqadi? Virus insonni gapirganda ko'zga ko'rinmaydigan so'lak
orqali o'sha atrofga tarqalishi bilan xavfli hisoblanadi. Hamda bu yerda o'sha ustoz aytib o'tganlaridek, immuniteti past bo'lgan yoki bo'lmasam ovqatlanib chiqmagan, yaxshi kiyinmagan insonlarga ana shu kasallikni yuqish, virusni yuqish ehtimoli yuqori bo'lib hisoblanadi. Endi bu masalada bizni soha mutaxassislarimiz tomonidan bugungi kunda keng miqyosda targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Aynan katta shoxobchalarda, bozorlarda o'sha radio uzellar orqali bizni mutaxassislarimiz o'sha tushuntirishlarni olib borishmoqda. O'sha odamlar gavjum joylarga qariyalarni, yosh bolalarni kirishida ehtiyotkorlikka rioya qilish, ya'ni tibbiy niqoblar taqilishini yoki bo'lmasam o'sha davolash profilaktika muassasalariga tashrif buyurganda hech kimga sir emas, albatta u yerga kasallik bilan murojaat qiladi. Har xil kasalliklar bilan murojaat qilinadi. Bir kasallikni davolash uchun borib, boshqa kasallikni yuqtirib olmaslik uchun albatta o'sha tibbiy niqoblarni taqish, o'sha havo orqali yuquvchi infeksiyalarni oldini olish maqsadida yoki bo'lmasa maktabgacha ta'lim muassasalarimizda, umumta'lim maktablarimizda gripp va boshqa o'tkir respirator infeksiyalarni yuqishini oldini olish bo'yicha o'sha tibbiy cheklovlar o'rnatildi. Mana 20-noyabrdan boshlab barcha ta'lim muassasalarida, davolash profilaktika muassasalarida tibbiy niqoblarni taqish, ya'ni filtr jarayonida o'quvchilarni maktabga qabul qilish yoki maktabgacha ta'lim muassasasiga tarbiyalanuvchilarni qabul qilish jarayonida tibbiy xodimlar, pedagog xodimlar tibbiy niqoblarni taqishlarini, bemorlarni ko'rishga borganda alohida zarurat bo'lmagan taqdirda bemorlarni kirishga cheklov o'rnatish singari tartiblar ishlab chiqilgan. Hattoki o'sha davolash profilaktika muassasalarimizda izolyator xonalari tashkil etildi. Ya'ni kim o'sha yuqori harorat bilan 38-40 darajadagi harorat bilan kelgan fuqarolarimizni zudlik bilan o'sha izolyator xonasiga alohidalash hamda o'sha davolash choralarini ko'rish ishlari nafaqat davolash profilaktika, balkim o'sha umumta'lim maktablarimizda ham mavjud izolyator xonalarimizni grippga qarshi dori vositalari bilan ta'minlanish choralari ko'rib chiqildi hamda har bir muassasada o'rganish ishlari olib borildi, tushuntirishlarni o'tkazib kelinmoqda. Bugun mana shu targ'ibot tadbirlari qanday samara beryapti? Dilfuza, siz mana bevosita aholi bilan ishlaysiz, ko'plab mana shu kasallikka chalingan yurtdoshlarimiz, yosh bolalar farzandlari bilan ko'p murojaat qilgan bo'lishi mumkin. Sizning xulosalaringiz qanday? Qanday biz jihatlarga e'tibor berishimiz kerak? Bolalarimizni har birimiz o'zimizni asrashimiz uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bilasizmi, nafaqat gripp va o'tkir respirator virusi infeksiyalari, balki barcha yuqumli kasalliklar bo'yicha biza aholini o'sha tibbiy madaniyatini oshirish, ushbu kasallikka qarshi aynan profilaktik chora tadbirlarni takror va takror etib, ularni bilan suhbat qilib, tushuntirish ishlarini kuchaytirishimiz kerakligini hozir bilmoqdamiz. Chunki haqiqatda bizga ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Aynan murojaatlarda ushbu kasallikni oldini olish chora tadbirlaridan biri bo'lgan bu vaksina profilaktika bo'yicha juda ham savollar bo'ladi. Demak, bugungi kundagi o'sha aholimiz bilan ishlashda aynan maktab, bog'cha yoki aholi bilan o'sha mahallalarda ishlashda aynan yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinalarni borligini ko'proq ma'lumotini berishimiz kerak. Mana hozir ustozimiz aytib o'tdilar, aynan immunitetni shakllanishida o'sha qator omillar bilan birga vaksina profilaktika ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Aynan o'sha bolalarning tug'ilishidan boshlab 16 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston milliy emlash kalendari asosida davlat tomonidan olib boriladigan vaksina profilaktika tadbirlarini ham farzandlarimizga o'z vaqtida qilish bilan biz o'sha yuqumli kasalliklarga aynan mana shu kuz-qish mavsumida boshqa mavsumga nisbatan ko'proq bo'ladigan gripp va o'tkir respirator virus infeksiyalarini ham oldini olish mumkinligini ko'proq takror va takror aytishimiz zarur. Ko'pincha yuqumli kasalliklar mavsumi kelgan paytda haqiqatan tushuntirish targ'ibot ishlarini birmuncha faollashtiramiz. Lekin har qanaqa yuqumli kasallikda epidemik jarayon degan tushuncha bor. Demak, kasallik manbai bu bemor yoki virus tashuvchi, ikkinchisi bu yuqish yo'li, havo tomchi yo'li bilan aksariyat holda yuqadi. Ba'zi bir kasalliklar hatto muloqot yo'li bilan, maishiy muloqot yo'li bilan ham yuqishi mumkin. Va uchinchisi moyil organizm. Demak, kasallikni yuqtirib olish ehtimoli bo'lgan shaxslar. Demak, biz aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borayotgan paytda asosiy e'tiborni kasallik manbaiga, o'sha kasallik manbai jilovlanishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, biz bemor oilamizda paydo bo'ldimi? Demak, bemor maktabga bormaslik kerak.
maktabgacha ta'lim tashkilotiga bormaslik kerak, uyda qolish kerak, imkon qadar alohida bo'lish kerak va unga qarayotgan odam bevosita doka niqobda bo'lish kerak va parvarish muhim bo'ladi. Agar biz o'sha kasallik manbaini uyda qoldirmasak, to'g'rirog'i jilovlamaydigan bo'lsak, demak jamoat transportlaridan foydalanish paytida jamoat joylariga o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktablarga borish, savdo majmualariga borish joylarda bular bevosita sog'lom odamlar bilan muloqotda bo'la boshlaydi. Oqibatda kasallikni yuqtirish ehtimoli bor. Endi kasallikni yuqishi ehtimolidan kelib chiqadigan bo'lsak, gap havo tomchi yo'li bilan yuqadigan mavsumiy kasallik haqida gap ketyapti. Demak, mavsumiy kasalliklar, ayniqsa kasallikka chalingan odamlar ko'proq doka niqobda bo'ladigan bo'lsa, ularni parvarish qilayotganlar doka niqobda bo'ladigan bo'lsa, qolaversa aynan jamoat joylariga borayotgan paytda doka niqobdan foydalanishni kanda qilmaydigan bo'lsa, demak kasallikni kirish yo'li yopiladi, tabiiy kasallikni aytaylik tarqalish ehtimoli kamayadi. Uchinchisi, demak, moyil organizm. Biz agar farzandlarimizni mavsumga mos kiyintirsak, ertalab bir ozgina qornini to'ydirib, issiq ovqat, issiq choy ichirib, bironta narsa tanovul qildirib ko'chaga chiqarsak, kun davomida ratsionida ko'proq aytaylik ichimliklar, o'sha sharbatlardan, har xil tarkibida mineral, vitaminlar bor sharbatlardan foydalanishni ularga bir odat tusiga aylantirsak, umuman sog'lom turmush tarzi, toza havoda bir muncha sayr qilish, xona havosini almashtirib turish kabi oddiy bir amaliyotlarni bajaradigan bo'lsak, demak kasallikni tarqalish ehtimolini kamaytiramiz. Albatta, biz hozirgina Dilfuzaxon ta'kidlaganlaridek, juda ko'plab yuqumli kasalliklar singari havo tomchi yo'li bilan yuqadigan qizamiqqa qarshi emlaymiz. Qizilchaga qarshi emlaymiz. Tepki kasalligiga qarshi emlaymiz. Pnevmokokka qarshi emlaymiz. Gemofilis influenzaga qarshi emlaymiz. Lekin shunday bular demak emlash kalendariga kiritilgan va rejalik ravishda emlanadigan emlash vositalari. Shu bilan birgalikda epidemik ko'rsatma asosida emlanadigan kasalliklar ham bor. Ular sirasiga gripp kasalligi kiradi. Endi gripp kasalligiga qarshi hozir O'zbekistonda salkam 1,5 million doza vaksina olib kelib, xavf osti guruhiga mansub bo'lgan aholi qatlami emlab bo'lindi. Demak, hali ham aholimizda aynan o'sha xususiy emlash punktlariga borgan holda aytaylik grippga qarshi emlanish ehtimoli bor. Hali epidemik mavsum endi avj olyapti. Emlangandan keyin 20 kun, uzog'i bilan 1 oyda to'liq immunitet shakllanib bo'ladi. Demak, mana shu imkoniyatlardan ham foydalanishni biz o'zimizga odat qilishimiz kerak bo'ladi. Kasallikka chalingan odam hech qanaqa asoratsiz tuzalib ketishi mumkin. Lekin gripp kasalligi ko'pchilik respirator kasalliklar singari ancha injiq kasallik hisoblanadi. Aynan gripp bilan bog'liq meningit shakllanishi, gripp bilan bog'liq ko'z tomirlarining yallig'lanishi, eshitishni buzilishi kabi holatlar, hatto aytaylik zotiljam o'pkada yallig'lanish jarayonlari, ikkilamchi infeksiyalarning qo'shilish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu kasallikka bir yengil bepisand munosabatda bo'lmaslik kerak va har bitta qilayotgan tadbirlarimizni o'ylab qiladigan bo'lsak, nafaqat farzandimiz, oilamiz a'zosi, balki boshqalarni ham himoya qilish kerakligi bizni xayolimizda turadigan bo'lsa, undan faqat barchamiz manfaat ko'ramiz. Biz ko'chada oddiy iboralardan ko'proq foydalanamiz. Shamollab qopman, tumov bo'lib qopman, yo gripp bo'lib qopman. Hozir O'zbekistonda grippni A turi tarqalgan, H1N1 turi. Bizda alohida laboratoriyalar bor. Bu tashqi muhitda tarqalgan viruslarni monitoring qilib boradi va unga muvofiq asosan grippni A turi tarqalganligini ko'ryapmiz. Lekin shu bilan birgalikda o'sha aynan respirator klinik belgilarni yuzaga keltirish mumkin bo'lgan paragripp bo'lishi mumkin, reya viruslar bo'lishi mumkin, rinoviruslar bo'lishi mumkin, adenoviruslar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan faqat grippgina tarqalgan emas. Demak, hozir aynan shu tashqi muhitga chiqqan virus uzoq muddat yashab qolish imkoniyati bor. Havo nam, muloqotlarimiz ancha yaqin, xonalarimiz havolari birmuncha dimiqqan, u yerda viruslar konsentratsiyasi birmuncha ko'tarilish imkoniyati bor. Demak, mana shunaqa paytda ular qancha o'z xo'jayinini ko'p o'zgartirsa,
ularni virulentligi, patogenligi ortib boraveradi. Shuning uchun ham kuchayib boraveradi. Kuchayib boraveradi. Ular shuning uchun ham aynan mana shu mavsumga xos kasalliklar bo'lganligi uchun biz o'sha epidemik jarayonni uchala bo'g'inini loqal bittasiga qaratilgan tadbirni o'zimizda amalga oshira bilsak, o'shanga itoat qila bilsak, demak biz kasallikni keng ko'lamda tarqalib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Rahmat Nurmat aka. Rustam aka, endi virusli infeksiyalar haqida gapiryapmiz. Virusli infeksiyalar kimlar uchun ayniqsa xavfli? Virusli infeksiyalar bo'yicha agar ayrim raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, haftada demak butun respublika bo'yicha 14 mingdan 15 mingtagacha demak o'tkir respirator virusli belgilari bo'lgan kasallikka chalinganlarda ro'yxatga olinishi kuzatiladi. Bu borada monitoring olib boramiz. Shuni ichidan agar olib qaraydigan bo'lsak, demak hozirgina ustozimiz aytgandek laboratoriya tekshiruvlarini bir 46-47% aynan grippni A turiga to'g'ri kelyapti. Qolganiga boyaga aytib o'tgan o'sha rinoviruslar, adenoviruslar yoki boshqa o'tkir respirator belgilar chaqiruvchi kasallik qo'zg'atuvchilarga to'g'ri keladi. Shu bilan birga agar aholini toifalari nisbatan ko'radigan bo'lsak, demak uyushgan jamoada aynan tarqalish kuchliroq va ko'proq qayd etiladi. Sababi hozirgina aytib o'tgan, demak bir joyda jamlanishi va o'sha bemor o'zini bemor his qilib turgan holda deylik o'quvchini shu maktabga borishi yoki maktabgacha tarbiya muassasasi tarbiyalanuvchisini muassasaga tashrif buyurishi yoki oliy o'quv yurtlari talabalarini o'qishga tashrif buyurishi, umuman uyushgan jamoada ishlovchi ishchi xodimlarni ham ishga shu kasal holda kelishi atrofdagilarga xavf tug'diradi va shu sababli ham bu uyushgan jamoalarda ko'proq demak kuzatiladi. Va bizni shu oxirgi haftada olgan ma'lumotlarimizga ko'ra ham umumiy kasallanganlar 27% ni maktab o'quvchilari tashkil etgan bo'lsa, 16% dan ko'prog'ini maktabgacha tarbiya tashkiloti tarbiyalanuvchilariga to'g'ri kelyapti. Demak, qo'shib hisoblaganda aynan uyushgan jamoada yoki shu maktab yoshidagi yosh avlodimizda 45% gacha demak kasallanishni kuzatishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, biz bu jihatga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Maktablarda, maktabgacha ta'lim tizimida, ayniqsa oilada farzandlarimizni bemor bo'lmasligi, mana shunday grippni yuqtira olmasligi va zarurat bo'lganda o'sha davo choralarini tezkor ravishda ko'rish, alohida davolash, mana Nurmat aka aytyapsiz. Kasallik ko'payib ketganini hammamiz gapiramiz. Hammamiz hozir tumov ko'payib ketdi, oilamiz bilan yotib chiqdik degan gaplarni ham eshityapmiz-da biz. Lekin epidemiologiya, sanitariya epidemiologiya xizmatida shunaqangi haftalik kasallanish monitoringi yo'lga qo'yilgan. Albatta bu nafaqat o'tgan yilning shu haftasi bilan, balki bir necha yillik kasallanish dinamikasi bilan solishtiriladi. Tahlillar bor. Va har bitta kasallik bo'yicha o'zini epidemik bo'sag'asi bor. Masalan, mana shu darajaga kasallik yetgandan keyin demak biz karantin, cheklov, to'liq aytaylik, hatto mana koronavirus paytida bo'lganday lockdown holati joriy etildi. Shunaqa holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham hozir kasallanish ko'rsatkichini tahlil qilib boryapmiz. O'sha epidemik bo'sag'iga nisbatan 15% ga kam hozir ko'rsatkich qayd etilyapti. Shunda ham juda ko'p odam kasallanganligini eshityapmiz. Aytaylik, bu gaplar quloqqa chalinyapti. Gap shundaki, biz agar o'sha bemorni imkon qadar o'sha boshlanish davrida hali kasallik belgilari to'liq namoyon bo'lmasdan turib, endigina shu tanada sal junjiqish paydo bo'lgani, endigina burunda achish, ko'zda qichish, tomoqda bir achish holatlari paydo bo'lgandan, kalta yengil yo'tal paydo bo'lgandan, tana haroratni birmuncha ko'tarilishi boshlagan paytidan agar zudlik bilan o'sha tegishli davolash choralarini amalga oshirsak, bundan samara olamiz. Faqat aytib o'tmoqchi bo'lgan bitta jihat, har bitta kasallikning klinik belgisiga xos ravishda, shunga mos ravishda tibbiyot xodimini maslahatini olish kerak. Ambulatoriya poliklinika xizmatlariga hatto bolalarni yetaklab olib bormasdan telefon orqali o'zlarini biriktirgan vrachiga murojaat qilib, boladagi yoki bo'lmasa uydagi oila a'zosidagi klinik belgilarni sanab bergan holatda tavsiyalarni olish va o'sha tavsiyaga asosan davolanish mumkin bo'ladi. Gap shunday ekan, demak biz har qanaqa holatda ham u yoki bu jiddiy asoratlarni kelib chiqishini xohlamaydigan bo'lsak,
tibbiyot xodimlarining tavsiyasiga asosan davolash muolajalarini oladigan bo'lsak, birinchidan tez fursatda davo topamiz. Ikkinchidan kasallikning keng tarqalib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Uchinchidan u yoki bu asoratlarning yuzaga kelish ehtimoli barham topadi. Mana shu jihatlarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Rahmat, hurmatga to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatdan davo chorasi kasallikni har bir organizm uchun alohida bir davolash chorasi ko'rilishi kerakligini va birovga yozilgan tashxis qo'yilgan tashxis bilan bu boshqa kasallikni davolab bo'lmasligini biz anglab yetishimiz kerak bo'ladi. Endi difuziyaga yuzlamoqchi edim. Gripp va o'tkir respirator virusli infeksiyalarning asosiy belgilari haqida ham bizga ma'lumot bersangiz. Masalan, tana harorati ko'tarilishini ko'pchilik biladi. Yana nimalarda ko'rishimiz mumkin? Yana qanday belgilari bor? Aynan gripp kasalligida bu tana harorati 38,5 darajadan oshadi. Demak, bemorlarimiz o'sha tanani qaqshab og'rishiga, o'sha muskullarni, suyaklarni qaqshab og'rishiga shikoyat qilishadi. Konjunktivit, ya'ni ko'zni yoshlanishi, burunni bitishi holatlari bo'ladi. Shu bilan birga bemorlarimiz bosh og'riqlariga ham shikoyat qilishadi. Mana shunday shikoyatlar bo'lganda faqatgina o'sha oilaviy shifokorni uyga chaqiruv qilib, ishga va boshqa joylarga bormasdan o'sha yotoq rejimiga rioya qilgan holda davolashni olib borishimiz kerak. Bir narsani unutmasligimiz kerak. Gripp yoki o'tkir respirator aynan viruslar keltirib chiqaradigan kasallikka antibiotiklarni samarasi juda ham past bo'ladi. Qachonki virusga bakterial infeksiyalar birgalikda, ya'ni o'sha mix infeksiya tarzida kelgandagina antibiotiklarni samarasi bo'lishi mumkin. Lekin aynan virusga qarshi antibiotiklar emas, o'sha virusga qarshi dori vositalar bilan davolanish ishlari juda ham muhim. Aynan intoksikatsiya belgilarini, o'sha suvsizlanish holatlarini oldini olish uchun bemorlarimiz ko'proq suyuqlik ichishimiz kerak. Endi ko'pincha xalqimiz suyuqlik deganda o'sha limon choy, har xil malina choylarni ichadi, lekin bularni ham me'yorida iste'mol qilishimiz juda ham o'zini samarasini beradi. Chunki aynan bir kasallikni davolayman deb ikkinchi kasallikka yo'liqishimiz kerak emas, chunki bu allergik holatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. O'shaning uchun har bir inson o'zini tana vazniga qarab, mana shu shifokorning tavsiyasi asosida suyuqliklarni ham ichishga e'tibor qaratish kerak. Men yana bir narsani qo'shimcha qilardimki, ayni Toshkent shahrida bugungi kunda kasallik kichik yoshdagi bolalar o'rtasida boshqa yoshdagilarga nisbatan o'sha 1 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz o'rtasida yuqori bo'lmoqda. Bilasizmi, buni men o'zim tahlil qilib chiqdim. Masalan, bu bolani politsiyaga, ya'ni shifoxonaga olib kelib davolash ishlarini qilishadi. O'sha bemor bolani ahvoliga qarab o'sha davolash ishlari olib boriladi va uyga chiqishga ruxsat beriladi. Menga afsuski, bizning xalqimiz oxirgi davrlarda shu yosh onalarimiz farzandini bolnitsadan chiqqandan keyin ularga qarashni ozgina o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni bu farzand hozir shamollashdan chiqdi, organizmda o'sha infeksiyani tushishi holati bo'ldi va intoksikatsiya va boshqa asoratlar bo'ldi. Lekin buni sog'lomlashtirib, keyin farzandimizga yaxshi e'tibor qilgan holda o'sha keyingi shifokorni sog'lomlashtirish rejasiga ko'ra tadbirlarni olib borishimiz kerak. Menga afsuski, oxirgi paytlar mana shu tadbirlarga e'tibor berish juda ham kamayib ketdi. Va yana bir narsani aytishim muhim. Bizni yosh onalarimiz mana shu sovuq kunlarda ham farzandlarini har xil tadbirlarga olib borish juda ham kuchayib ketgan. O'sha shamollagan, bugun shamolladi, o'sha dorisini berdi, 3-4 kunda yaxshi bo'lib ketdi va har xil tadbirlarga olib borish. Bu narsalar juda ham noto'g'ri, chunki bolangiz hozir bir infeksiya bilan kasallandi. To'g'ri, hozir dorisini berdingiz, unda o'sha klinik belgilar, ya'ni simptomlar yo'qoldi. Shu yaxshilandi, lekin uni organizmidan hali to'liq mana shu kasallikdan tuzalish holati ro'y bergani yo'q. Shu sababli har bitta u xoh bola bo'lsin, xoh katta yoshdagi inson bo'lsin, qaysidir yuqumli kasallik bilan kasallandimi, albatta sog'lomlashtirish tadbiriga juda ham e'tibor berish kerak. Grippdan so'ng organizm qancha vaqtda tiklanadi? Organizmida virusli kasallikni kechirgan bemorlar o'sha tiklanish davri ba'zi bir holatlarda 1,5-2 oy, 3 oygacha cho'zilgan holatlar ham bor. Ayniqsa unga ikkilamchi infeksion kasalliklar, aytaylik, ikkilamchi yallig'lanishlar, dastlab virus bilan chaqirilgandan keyin keyinchalik unga bakterial yoki masalan zamburug'li infeksiyalar qo'shiladigan bo'lsa,
shunaqa og'irroq ketishi mumkin. Endi hozir shu o'rinda bitta jihatga bir e'tibor qaratmoqchiman. Gripp hamda respirator kasalliklar, ularni yuqish yo'llari insoniyatga anchadan beri ma'lum. Hozirgina biz oddiy gripp deb qarayotgan kasalligimiz bir paytlar ispanka nomi bilan 18 million odamni yostig'ini quritgan. Albatta u paytda bu kasallikka qarshi emlash vositalari bo'lmagan. Hozir har yili gripp, qaysi gripp kasalligini qaysi turi tarqalganligiga qarab o'shanga mos ravishda vaksina ishlab chiqariladi va u faqat 1 yilgina ishlatiladi. Keyingi mavsum uchun yana alohida vaksina ishlab chiqiladi. Albatta shuncha vaqtdan beri insoniyatga ma'lum bo'lgan bu kasallikni to'liq davolab yuboradigan yoki bo'lmasa to'liq oldini oladigan, to'liq himoyasini, organizmni himoyasini ta'minlab beradigan bironta yo'l topilmadimi degan savol tug'ilishi mumkin-da. Shuning uchun ham aytmoqchimanki, viruslar bular hujayrasiz organizm. Ular hujayra ichida yashaydigan organizm. Hatto ular bo'linmaydi, tug'ilib ham ko'paymaydi. Ular nusxa ko'chirish yo'li bilan ko'payadigan organizmlar hisoblanadi. Demak, insoniyatdan ancha bir necha million yil, balki milliard yil oldin paydo bo'lganda bu viruslar, bakteriyalar. Shunday ekan, ular insoniyat taqibidan qochish uchun hamma imkoniyatlarni ishga soladi. Demak, ular o'zgarib turadi. Ulardagi mutatsiya jarayonlarining yuzaga kelishi oson va aynan mutatsiya yo'li bilan ular bizni taqibimizdan qochadi. Bizni dori vositalarimizga chidamlilikni shakllantiradi. O'zini tur yo turkum sifatida tabiatda saqlab qolishga harakat qiladi. Shunday ekan, hozir tasavvur qiling, birimiz qochib, birimiz quvib yashayapmiz. Gap shundaki, biz aynan mana shunaqa paytda kasallikni keng avj olib ketishiga yo'l qo'ymaydigan bo'lsak, qolaversa oddiy, aytaylik, hammamiz qila oladigan ehtiyot choralarini qilish orqali kasallikni jilovlay oladigan bo'lsak, demak biz kasallik qo'zg'atuvchisini haddan ortiq kuchli bo'lib ketishiga, haddan ortiq og'ir kechiradigan kasallik chaqirish xislatini paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. Shunday ekan, bu mavsum albatta qattiq havo harorati sovigan paytgacha davom etadi. Ayniqsa aytaylik, ertalab sovuq, kunduz birmuncha issiq, kechqurun yana sovuq bo'lgan paytda odamlar qanday kiyinish, qanday qilib o'zini shu kundagi haroratga moslash qiyin bo'lgan paytlarda birmuncha aytaylik qiyin bo'ladi. Qachonki havo harorati keskin sovib ketsa, odamlarni ko'chada bo'lish vaqti birmuncha aytaylik kamayadigan bo'lsa, qolaversa aytaylik asosiy profilaktik tadbirlardan yana bittasi o'sha nam havoni ta'minlash. Masalan, hatto havodagi viruslarning miqdorini kamaytirish uchun oddiygina aytaylik shu suv sepadigan moslamalar bilan havosini, xona havosini namlashni o'zi ham ancha samara berishi mumkin bo'ladi. Oddiy derazani ochib qo'yib birmuncha havosini almashtirish ham viruslarning konsentratsiyasini kamaytiradi. Mana shunga o'xshagan oddiy imkoniyati bo'lgan tadbirlarni agar ishga soladigan bo'lsak, hatto viruslar har qancha o'zgargan taqdirda ham biz ularni yetkazadigan talofatni ancha kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Rustam aka, sizga yuzlamoqchi edim. Jismoniy faollikning ahamiyati qanchalik muhim? Jismoniy faollik kasallikka qarshi tura oladigan qo'rg'onni doimiy ishlab turishiga turtki beradigan bir vosita. Tashqaridan demak, shu faollik qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak organizmdagi shu funksiyalarimiz ham o'shanga yarasha faol holatga o'tadi. Ya'ni bizda mudroqlik deymiz. Mudroqlik deganda ko'proq shu kam harakat yoki shu ortiqcha vazni bo'lgan va umuman ovqatlanishda ham to'g'ri ovqatlanmaydigan organizmda immunitetni sekin-asta so'nib borishi kuzatiladi. Shu sababli ham tashqaridan tushadigan aynan shu virusli va bakteriyali infeksiyalarga qarshi kurashish funksiyamiz buzilishi shunga bog'liq. Shu sababli agar jismoniy tarbiya, badan tarbiyalari bilan muntazam shug'ullanib turiladigan bo'lsa, organizmda boyaga aytib o'tgandek ochiq havoda ko'proq bo'lishiga, ya'ni toza havoda birmuncha demak sayr qilish yoki toza havodan havo almashtirishga qaratilgan tadbirlarda ishtirok etish, bu demak aynan o'sha virus yuklamasini kam bo'lgan joyda odam o'ziga nisbatan demak ushbu kasalliklarga qarshi kurashish
faoliyatini kuchliroq namoyon qila olish salohiyatiga ega bo'ladi. Yopiq binolarda ko'proq bo'lish yoki o'sha binolarda hozirgi aytib o'tilgandek havo almashish rejimiga rioya qilmasdan muntazam ravishda yopiq holatda ishlatilishi bu aynan shu binolarning ichida virus yuklamasini ortib ketishiga va u yerda bo'lib turgan fuqarolarimizni qo'shimcha zararlanishiga sabab bo'ladi. Aynan shunday yopiq joylarda endi badan tarbiyani amalga oshirish ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Ko'proq ochiq havodagi badan tarbiya mashqlarining bajarilishi bu organizmni chiniqishiga va yuqorida aytib o'tgan yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish salohiyatini oshishiga sabab bo'ladi. Ahamiyat bersangiz, yoz paytida biz respirator kasalliklar bilan kam kasallanamiz. Bu respirator kasalliklar bo'lmaganligi uchun emas. Aksariyat holda biz nafas olayotgan havodagi mikroorganizmlar, ya'ni viruslar miqdorini kamligiga qarab shunaqa holat yuz beradi. Demak, biz yoz paytida eshik derazalarimizni imkon qadar ko'proq ochamiz. Kechalari ham hatto aytaylik derazalarni ochib qo'yib toza havo kirishiga imkoniyat qilib beramiz. Qishda esa, sovuq kunlarga esa oldindan taraddud ko'ramiz. Beixtiyor o'sha havo kirishi mumkin bo'lgan, sovuq havo kirishi mumkin bo'lgan hamma tirqishlarni yopamiz. Hamma teshiklarni yopamiz. Derazalarga alohida bir aytaylik polietilen bir qoplamalar qo'yamiz. Asosiy maqsadimiz issiqni ko'proq ushlash. Shu nuqtai nazardan agar bir kunda har qanaqa haroratda ham uy havosini 2 marotaba shu toza havo oqimini kiritib, havosini yangi havo oqimi bilan to'ldirib, almashtirib turgan odamni o'zi ham juda katta samara berishi mumkin. Bitta narsa borda, biz hozir bir fojialik bir epidemiyalarni, ayniqsa o'sha respirator kasalliklarni, shunaqa epidemiyalarni boshdan kechirish imkoniyatimiz yo'q. Nega deysizmi? Sababiki biz o'sha hujayralar bilan, ya'ni viruslar bilan va bakteriyalar bilan hayotimiz davomida juda ko'p ro'baro kelganmiz. O'sha paytlarda bizda unchalik turg'un bo'lmasa ham ma'lum bir immunitet shakllangan. Biz yana o'sha viruslar bilan ro'baro kelgan paytda bizni ichki irsiy xotiramiz uyg'onib, o'sha virusga qarshi antitanachalarni ishlab chiqarishni boshlaymiz. Shuning uchun ham katta miqdorda antigenlar, ya'ni o'sha viruslar tushmaydigan bo'lsa, biz ularni yenga olamiz. O'zimizdagi mavjud immunitet bilan unga qarshi tura olamiz. Vaziyat shuki, qachonki atrofimizda kasallikka chalinganlar ko'p bo'lgan paytda bizdagi mavjud o'sha orttirilgan xotirasida turgan hujayralar xotirasida turgan immunitet hali unchalik darajada ish bermasligi mumkin. Shunday ekan, mavsumga o'zimizni bilgan usullar bilan, sinalgan usullar bilan qarshi tursak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Hurmatli ekspertlar, bugungi tavsiyalar, qimmatli fikrlar uchun sizga rahmat. Dasturimiz so'ngida xulosaviy fikrlaringiz. Kasallikni biron bir belgisi sizda kuzatila boshladimi? Yo'talish, aksirish, ko'zni yoshlanishi, tomoqlarda, burunlarda achishni paydo bo'lishi, burunni suvlanishi kabi belgilar paydo bo'ldimi? Zinhor o'z boshimcha davolanishga harakat qilmang. Faqat tibbiyot xodimlarining maslahatini olgan holda davo choralarini, davo muolajalarini oladigan bo'lsangiz, siz kasallikdan tezroq forig' bo'lasiz va undan kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olishda o'zingizni ishtirokingizni ta'minlagan bo'lasiz. Endi kasallanishni shu kamaytirishga, uni oldini olishga qaratilgan tadbirlarimizdan juda ko'p marta takrorladik. Shu bemor his qildimi, o'zini alohidalashni oltin qoida darajasiga keltirish kerak. Ya'ni shu kasal holida boshqa bir jamoaga yoki boshqa bir joyga tashrif buyurmasligi kerak. Va ikkinchi men aytadigan narsa, albatta bu shaxsiy gigiyena qoidalarining muntazam rioya qilinishi. Gripp, o'tkir respirator virusli infeksiyalarni oldini olish uchun 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni ona suti bilan oziqlanishiga e'tibor qaratishimiz kerak va albatta onalar bolalarni parvarishida shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etishlari kerak. Shu bilan birga barcha aholiga yuzlanardim. Gripp kasalligini oldini olish uchun eng maqbul, samarali usul bu vaksina profilaktika. Hali ham kech emas. Ushbu kasallikka qarshi o'sha Toshkent shahridagi respublikamizda joylashgan pullik emlash markazlarida grippga qarshi vaksinalarni emlash bilan ushbu kasallikni oldini olishga yoki bo'lmasam kasallikni og'ir holatlarda o'tishini oldi olinadi.
Hurmatli ekspertlar, bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat deymiz. Bugungi muloqotdan xulosa shuki, immun tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratish zarur. Mutaxassis tavsiyalariga amal qilsak, gripp va shamollash mavsumida kasalliklardan himoyalanish darajasini oshirish hamda umumiy salomatligimizni yaxshilashimiz mumkin. Kasallikning eng kichik alomatlari paydo bo'lsa ham zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Hech qachon o'zingizni o'zingiz davolamang. Shu bilan birga biz ko'proq o'zimizni va farzandlarimizni o'z vaqtida emlash bilan kasallikning oldini olishga erishishimiz mumkin. Bu bugungi tok-showimizda o'rin olgan fikrlar, xulosalar va mulohazalar edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr salomat bo'ling.